Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani muhokama qilaman. Chiroqqa yangi hisoblar, suv uchun yangi tariflar va pensiya miqdorining oshirilishi. Bu mavzu har bir xonadonga tegishli. Chunki kimdir elektr energiyasi uchun ko'proq to'lay boshlagan, kimdir suv hisob kitobida farq ko'rgan, kimdir esa pensiyasi qachon va qancha oshishini kutyapti. Agar siz kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'laydigan, oilaviy budjetni rejalashtiradigan yoki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya oladigan inson bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun juda kerak. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men bugun nima o'zgargani, kimlar ko'proq e'tibor berish kerakligi, qaysi holatlarda ortiqcha to'lov chiqishi mumkinligi va bunday vaziyatda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib borsa, odam ortiqcha xarajatdan, asabiylashishdan va noto'g'ri qaror qilishdan saqlanadi. Avval qanday edi? Ko'pchilik oilalarda chiroq va suv to'lovi odatiy tartibda hisoblanardi. Hisoblagich ko'rsatkichi olinadi. Sarflangan miqdor tarif ko'paytiriladi va oy oxirida to'lov qilinadi. Odamlar taxminan bilardi. Masalan, yozda konditsioner ishlasa elektr ko'proq chiqadi. Qishda isitish moslamalari ishlatilsa chiroq puli oshadi. Suvda esa hovlida yashaydiganlar, bog' sug'oradiganlar yoki ko'p odamli oilalarda sarf ko'proq bo'ladi. Endi esa vaziyatda bir nechta muhim o'zgarishlar bor. Birinchidan, elektr energiyasi bo'yicha yangi hisob-kitob tizimi, ya'ni iste'mol miqdoriga qarab farqlanadigan to'lovlar odamlarning e'tiborini tortyapti. Ikkinchidan, suv bo'yicha tariflar ayrim hududlarda yangilanyapti yoki hisoblash tartibi aniqroq nazorat qilinyapti. Uchinchidan, pensiya oshirilishi kommunal xarajatlar fondi odamlar uchun juda muhim yordam bo'lib ko'rinadi. Lekin bu oshirilgan summa oilaning barcha xarajatlarini to'liq qoplaydimi yoki yo'qmi? Buni alohida hisoblab ko'rish kerak. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Har bir hududda tariflar, suv ta'minoti korxonasi, elektr tarmog'i korxonasi va mahalliy qarorlar bo'yicha raqamlar farq qilishi mumkin. Shuning uchun men umumiy mexanizmni, odamlar eng ko'p duch keladigan holatlarni va amaliy yo'l yo'riqlarni tushuntiraman. Siz esa o'zingiz yashayotgan viloyat, tuman yoki shahardagi rasmiy tarifni albatta tekshirib olishingiz kerak. Elektr energiyasi bo'yicha eng asosiy savol shunday: nega men avvalgidan ko'proq to'layapman? Buning bir nechta sababi bor. Birinchi sabab, tarifning o'zi o'zgargan bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab, iste'mol miqdoriga qarab to'lov pog'onali hisoblanayotgan bo'lishi mumkin. Uchinchi sabab, hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri olingan, eski qarzdorlik qo'shilgan yoki bir necha oy davomida o'qilmagan ko'rsatkich birdaniga tizimga kiritilgan bo'lishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Faraz qilaylik, bir oilada bir oyda attaqasim kilovat-soat elektr ishlatildi. Agar ular faqat muzlatgich, televizor, chiroqlar, kir yuvish mashinasi va telefon zaryadlovchilaridan foydalansa, bu miqdor ko'p xonadonlar uchun odatiy bo'lishi mumkin. Lekin shu oilada elektr plita, suv isitgich, konditsioner, elektr pech yoki isitgich ishlasa, sarf 2500, hatto 700 kilovat soatga chiqib ketishi mumkin. Mana shu yerda yangi hisoblar sezila boshlaydi. Chunki ko'p iste'mol qilgan xonadon bilan kam iste'mol qilgan xonadon bir xil to'lov yukini ko'tarmaslik uchun tariflar farqlanishi mumkin. Bu tizimning maqsadi odatda shunday izohlanadi: kam iste'mol qiladigan, oddiy ehtiyoj uchun elektr ishlatadigan aholi nisbatan himoyalanadi. Juda ko'p iste'mol qiladiganlar esa ko'proq to'laydi. Lekin amalda odamlar orasida savollar ko'p. Katta oilalar nima qiladi? Uyda kasal odam bo'lsa va tibbiy qurilma ishlasa-chi? Elektr plita majburiy bo'lgan yangi uylarchi? Qishda gaz bosimi past bo'lib, odamlar elektr isitgich ishlatsa-chi? Mana shu savollar oddiy raqamdan ko'ra muhimroq. Men tavsiya qiladigan birinchi ish, oxirgi 6 oy yoki 12 oy bo'yicha elektr sarfingizni ko'rib chiqing. Mobil ilova, shaxsiy kabinet, to'lov kvitansiyasi yoki tuman elektr ta'minoti bo'limidan ma'lumot oling. Har oy qancha kilovat soat ishlatganingizni yozib chiqing. Masalan, yanvar 420, fevral 390, mart 2000, aprel 1000, may 2000, iyun 360. Shunda siz qaysi oyda sarf oshishini ko'rasiz. Agar oshish konditsioner yoki isitgich mavsumiga to'g'ri kelsa, bu tabiiy. Agar hech narsa o'zgarmagan bo'lsa-yu, sarf birdan 2 barobar oshgan bo'lsa, demak tekshirish kerak. Ikkinchi misol. Yolg'iz pensioner ona bir xonali uyda yashaydi. U televizor ko'radi, muzlatgich ishlaydi, bir ikki chiroq yonadi, kir yuvish mashinasi haftasiga bir marta ishlaydi.
Bunday xonadonda sarf odatda katta bo'lmasligi kerak. Agar birdaniga 600 kilovatt-soat yozilib qolsa, men buni normal deb qabul qilmayman. Bunday hisoblagich ko'rsatkichi eski qarz, qo'shni liniya ulanishi, texnik xato yoki hisoblagichning nosozligi tekshirilishi kerak. 3-misol. 5 kishilik oila hovlida yashaydi. Ular elektr nasos ishlatadi, suv tortadi, bolalar kompyuter ishlatadi, yozda konditsioner bor, oshxonada elektr choynak, mikroto'lqinli pech ishlaydi. Bunday xonadonda elektr sarfi yuqori bo'lishi mumkin. Bu oilaning qiladigan ishi sarfni ko'r-ko'rona kamaytirish emas, balki eng ko'p elektr yeyayotgan jihozlarni aniqlash. Masalan, eski muzlatgich, nosoz suv isitgich, doim yoqilgan isitgich yoki samarasiz konditsioner oyga juda katta xarajat keltiradi. Kimlar ko'proq e'tibor berish kerak? Birinchidan, ko'p xonadonli uylarda yashovchilar. Chunki umumiy yo'lak, podval, nasos, lift yoki umumiy elektr sarfi bo'yicha tushunmovchiliklar chiqishi mumkin. Ikkinchidan, hovlida yashovchilar. Chunki nasos, sug'orish, ustaxona, issiqxona yoki qo'shimcha qurilmalar elektr sarfini oshiradi. Uchinchidan, ijarada yashayotganlar. Chunki hisoblagich kimning nomida, qarz avvaldan bormi, ko'rsatkich qachon olingan, buni aniqlab olish kerak. To'rtinchidan, pensionerlar va kam daromadli oilalar. Chunki kichik o'sish ham oilaviy byudjetga og'ir botadi. Kimlar unchalik xavotir qilmasligi mumkin? Agar sizning elektr sarfingiz barqaror bo'lsa, hisoblagich ko'rsatkichi to'g'ri bo'lsa, har oy to'lovni vaqtida qilsangiz va kvitansiyada kutilmagan qarzdorlik chiqmasa, vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin baribir nazorat kerak. Chunki kommunal to'lovlarda eng katta xato odam keyin ko'raman deb yurib, qarz yig'ilib ketganda boshlanadi. Endi suv masalasiga o'tamiz. Suv bo'yicha odamlar ko'p hollarda ikki muammoga duch keladi. Birinchisi, tarif oshgani uchun to'lov ko'payadi. Ikkinchisi, hisoblagich bo'lmasa yoki hisoblagich muddati o'tgan bo'lsa, to'lov me'yor bo'yicha hisoblanadi. Me'yor bo'yicha hisoblash esa ayrim oilalarda real ishlatilgan suvdan ko'proq chiqishi mumkin. Masalan, 4 kishilik oila kvartirada yashaydi. Agar uyda hisoblagich bo'lsa, ular oyga real sarf qilgan suv uchun to'laydi. Faraz qilaylik, 17 kub metr sovuq suv ishlatildi. Tarif qancha bo'lsa, shu miqdorga ko'paytiriladi. Agar hisoblagich bo'lmasa, suv ta'minoti korxonasi belgilangan me'yor bo'yicha, ya'ni odam soniga qarab hisob qilishi mumkin. Natijada real sarf 12 kub bo'lsa ham, hujjatda 12 yoki 24 kubga teng miqdor chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun suvda eng muhim masala hisoblagich bor yo'qligi, u ro'yxatdan o'tganmi, plombasi buzilmaganmi, tekshiruv muddati o'tmaganmi. Hovlida yashovchilar uchun suv masalasi yanada nozik. Chunki ichimlik suv bilan bog' sug'orish, mashina yuvish, qurilish ishlari qilish yoki hovuz to'ldirish kabi holatlar tarif va qoidalarga ta'sir qilishi mumkin. Ayrim joylarda ichimlik suvidan maqsadsiz foydalanish bo'yicha talablar qat'iyroq bo'ladi. Men odamlarga har doim aytaman, suvni faqat pul masalasi deb ko'rmang. Bu resurs masalasi ham. Lekin hisob-kitob aniq, tushunarli va adolatli bo'lishi shart. Yana bir real holat, uyda suv sizib turadi. Masalan, unitaz bakidan suv sekin oqadi. Ko'pchilik buni sezmaydi yoki o'zgina oqyapti deb e'tibor bermaydi. Lekin shu o'zgina oqish bir oyda bir necha kub metr suvga aylanishi mumkin. Agar hisoblagich bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri sizning pulingizdan ketadi. Jo'mrakdan tomchilab oqayotgan suv ham xuddi shunday. Shuning uchun yangi tariflar sharoitida kichik nosozlik ham katta xarajatga sabab bo'ladi. Suv hisobida yana bir muhim noziklik bor. Ko'rsatkichni o'z vaqtida berish. Agar siz hisoblagich ko'rsatkichini bir necha oy bermasangiz, tizim o'rtacha sarf yoki me'yor bo'yicha hisoblab turishi mumkin. Keyin siz haqiqiy ko'rsatkichni kiritganingizda katta farq chiqadi. Odam esa nega birdan katta summa keldi deb hayron bo'ladi. Aslida bu bir oyda ishlatilgan suv emas, bir necha oy davomida yig'ilgan farq bo'lishi mumkin. Endi pensiya masalasiga kelamiz. Pensiya oshirilishi albatta pensionerlar uchun muhim yangilik. Chunki oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport va boshqa xarajatlar oshib borayotgan bir paytda pensiyadagi har qanday ko'payish oilaga yordam beradi. Lekin men ekspert sifatida shuni aytaman. Pensiya oshirilgani eshitgan zahoti hamma muammo hal bo'ldi deb o'ylash to'g'ri emas. Oshirilgan miqdor aniq qachondan hisoblanadi, kimlarga tegishli. Minimal pensiya, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi va nafaqalar bo'yicha tartib qanday? Buni alohida tekshirish kerak. Masalan, bir pensioner oyga ma'lum miqdorda pensiya oladi. Oshirish foizi yoki belgilangan qo'shimcha miqdor e'lon qilinsa, odam taxminan hisoblab ko'radi.
Lekin amalda bank kartasiga tushadigan summa biroz farq qilishi mumkin. Sababi ayrim ushlanmalar, avvalgi qarz, aliment, kredit, ijro hujjati yoki boshqa majburiyatlar bo'lishi mumkin. Yana bir holat. Pensioner pensiyani naqd oladi, pochta orqali oladi yoki bank kartasiga oladi. Yetkazib berish jadvali, bankdagi texnik kechikishlar ham odamda savol tug'diradi. Pensionerlar uchun eng asosiy maslahat: pensiya oshirilgandan keyin birinchi to'lov kelganda summani tekshirib ko'ring. Oldingi o'y bilan solishtiring. Agar farq e'lon qilingan tartibga mos kelmasa, darhol pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Yoningizda pasport yoki ID karta, pensiya hujjatlari, bank kartasi ma'lumotlari, oxirgi to'lovlar bo'yicha ma'lumot bo'lsin. Agar siz ota-onangiz nomidan borayotgan bo'lsangiz, ularning roziligi yoki ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Birinchi nozik jihat, kommunal qarzdorlik eski davrdan qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, siz uy sotib oldingiz yoki ijaraga kirdingiz. Hisoblagich o'zingizniki deb o'ylaysiz, lekin shaxsiy hisobda avvalgi egadan qolgan qarz bor. Keyin to'lov qilganingizda pul avval eski qarzga ketadi. Joriy oy esa yana qarz bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun uy olishda, ijaraga kirishda, hatto qarindoshdan uyga ko'chib o'tishda ham elektr, suv, gaz chiqindi bo'yicha shaxsiy hisoblarni tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat hisoblagichning texnik holati. Elektr hisoblagich eski, plombasi shikastlangan yoki ko'rsatkich noto'g'ri o'qilayotgan bo'lsa, keyin katta muammo chiqadi. Suv hisoblagichda ham xuddi shunday. Hisoblagich tekshiruv muddati o'tgan bo'lsa, korxona uni haqiqiy deb qabul qilmasligi mumkin. Natijada siz real sarf bo'yicha emas, me'yor bo'yicha to'lashga majbur bo'lasiz. Buning oldini olish uchun hisoblagich pasporti, o'rnatilgan sana, oxirgi tekshiruv sanasi va plombalash dalolatnomasini saqlab qo'yish kerak. Uchinchi nozik jihat, ro'yxatda nechta odam turgani. Suvda, chiqindida va ayrim xizmatlarda odam soni muhim rol o'ynaydi. Masalan, uyda real yashayotganlar 2 kishi, lekin ro'yxatda 5 kishi turibdi. Yoki aksincha, ro'yxatda 1 kishi, uyda esa 6 kishi yashaydi. Bunday holatlar keyinchalik qayta hisob-kitob, jarima yoki nizoga sabab bo'lishi mumkin. Men har doim hujjatdagi ma'lumot bilan real holatni moslashtirishni maslahat beraman. 4-nozik jihat. Imtiyozlar. Ayrim toifadagi fuqarolar kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyoz yoki kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin odamlar ko'pincha buni bilmaydi yoki hujjat topshirmaydi. Menga avtomatik beriladi deb o'ylaydi. Har doim ham avtomatik bo'lavermaydi. Shuning uchun pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, kam ta'minlangan oila, yolg'iz keksalar, urush yoki mehnat faxriylari, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar o'z hududidagi mahalla pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya bo'limi yoki davlat xizmatlari markazidan aniq ma'lumot olish kerak. 5-nozik jihat, to'lovni qaysi hisobga qilayotganingiz. Hozir mobil ilovalar ko'p. Ba'zan odam shaxsiy hisob raqamini noto'g'ri kiritadi. Boshqa manzilga to'lov qilib yuboradi yoki eski hisobni tanlab qo'yadi. Keyin o'z hisobida qarz ko'rinadi. Shuning uchun har to'lovdan oldin shaxsiy hisob raqami, manzil, abonent FIsh va xizmat turini tekshiring. To'lov cheki yoki elektron kvitansiyani o'chirib yubormang. Kamida 1 yil saqlab qo'yish foydali. Birinchi qadam, elektr bo'yicha oxirgi hisob-kitobni tekshiring. Hisoblagich ko'rsatkichini telefoningizga rasmga oling. Rasmda sana ko'rinishi uchun imkon bo'lsa, shu kuni qayd qilib qo'ying. Mobil ilova yoki shaxsiy kabinetga kirib, tizimdagi ko'rsatkich bilan real ko'rsatkichni solishtiring. Agar farq katta bo'lsa, tuman elektr ta'minot korxonasiga murojaat qiling. Murojaatda shaxsiy hisob raqami, manzil telefon raqami, hisoblagich raqami, real ko'rsatkich va tizimdagi ko'rsatkichni yozing. Hisob-kitobni qayta tekshirib berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Ikkinchi qadam, suv hisoblagichini tekshiring. Suv ishlatilmayotgan paytda hisoblagich aylanayotgan bo'lsa, demak qayerdadir sizib chiqish bor. Jo'mraqlar, unitaz baki, yer osti quvuri, hovlidagi kranlarni ko'ring. Agar muammo topilmasa, mutaxassis chaqiring. Hisoblagich plombasi joyidami, oynasi sinmaganmi, raqamlar o'qiladimi, tekshiruv muddati o'tmaganmi, bularni aniqlang. 3-qadam, tarifni rasmiy manbadan tekshiring. Mahalladagi gap qo'shnining aytgani yoki ijtimoiy tarmoqdagi post bilan cheklanib qolmang. Elektr ta'minot korxonasi, suv ta'minot korxonasi, mahalliy hokimlik, davlat xizmatlari portali yoki rasmiy axborot kanallaridagi ma'lumotga qarang. Agar tarif sanasi o'zgargan bo'lsa, qaysi kundan boshlab amal qilishini aniqlang. Chunki oy o'rtasida tarif o'zgarsa, hisob 2 xil narxda bo'linib chiqishi mumkin.
To'rtinchi qadam oilaviy kommunal jadval tuzing. Oddiy daftar yoki telefon yozuvida har oy elektr kilovat soati, suv kub metri, gaz chiqindi, internet va boshqa doimiy to'lovlarni yozib boring. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin foydasi katta. Siz 3 oyda qaysi xarid oshayotganini ko'rasiz. Keyin sababini topish osonlashadi. 5-qadam. Pensionerlar uchun hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumot, bank karta rekvizitlari, oxirgi to'lovlar tarixi, imtiyoz hujjatlari bir joyda tursin. Agar pensiya oshirilgan bo'lsa, yangi summa tushgan kuni oldingi oy bilan solishtiring. Agar tushunarsiz farq bo'lsa, kutib yurmasdan murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanmay, yozma ariza qoldiring yoki elektron murojaat yuboring. Yozma murojaatning afzalligi shundaki, unga javob berish majburiyati bo'ladi. 6-qadam, nizoli holatda dalil yig'ing. Hisoblagich rasmlari, kvitansiyalar, SMS xabarlar, ilovadagi skrinshotlar, murojaat raqamlari. Mutaxassis kelgan bo'lsa, dalolatnoma nusxasi, bularning hammasi kerak bo'lishi mumkin. Men to'laganman deyishning o'zi yetmaydi. To'lov cheki bo'lsa, masala ancha tez hal bo'ladi. 7-qadam, ortiqcha sarfni kamaytiring. Lekin hayot sifatini buzmasdan. Elektrda eski lampalarni LED lampalarga almashtirish, konditsioner filtrini tozalash, isitgichni nazoratsiz qoldirmaslik, suv isitish haroratini yerda ushlash. Muzlatgich eshigi rezinasini tekshirish foyda beradi. Suvda esa tomchilayotgan kranni tuzatish, unitaz bakini sozlash, kir yuvish mashinasini yarim bo'sh ishlatmaslik, hovlida sug'orishni ertalab yoki kechqurun qilish sarfni kamaytiradi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Hech qachon hisoblag'ichga noqonuniy aralashmang. Bu vaqtincha kam to'lovdek ko'rinishi mumkin, lekin keyinchalik katta jarima, qayta hisob-kitob va huquqiy muammoga olib keladi. Eng to'g'ri yo'l shaffof hisob-kitob, hujjat va o'z vaqtida murojaat qilishdir. Bugungi mavzuda 3 ta katta yo'nalish bor. Elektr bo'yicha yangi hisoblar, suv bo'yicha yangi tarif va hisoblagich masalasi, hamda pensiya oshirilishining oilaviy budjetga ta'siri. Men sizga asosiy fikrni aniq aytaman. Endi kommunal to'lovlarda beparvo yurish qimmatga tushadi. Har bir xonadon o'z sarfini bilishi, hisoblagich ko'rsatkichini tekshirishi, tarifni rasmiy manbadan aniqlashi va pensiya yoki imtiyoz bo'yicha hujjatlarni tartibga keltirishi kerak. Agar sizda chiroq puli birdan oshib ketgan bo'lsa, suvdan tushunarsiz qarz chiqqan bo'lsa yoki pensiya oshirilgandan keyin summa siz kutgandek bo'lmasa, izohlarsiz kutib o'tirmang. Avval raqamlarni solishtiring, keyin kvitansiya va hujjatlarni yig'ing. So'ng tegishli tashkilotga yozma murojaat qiling. Shunda masalani hal qilish imkoniyati ancha yuqori bo'ladi. Sizning hududingizda chiroq va suv to'lovlari qanday o'zgardi? Pensiya oshirilishi oilangiz budjetiga sezildimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir uyga kerak.